Odamlar o'zini fikri bilan yashamaydi ko'pchilik. Tashqi odamlarni ongi fikri bilan yashaydi. Hattoki uydagi bir xil oilalarni urush janjalini kelib chiqishi ham tashqi olamdagi gap so'zlar sababli. Qaysidir o'rtog'ini xotiniga taqqoslaydi. Qaysidir kimdir qaynona keladi-da, mani naryoqdagi o'rtoqlarimni kelini mana xizmat qiladi. Menga bunaqa choy uzatadi yoki ertalab voqli turib sipiradi deydi. Natijasida albatta uyda urush janjal bo'laveradi. Insonga ko'p narsa kerakmi degan savol tug'iladi. Biz o'zimizni, hayotimizni o'zimiz murakkab qilib tashlaymiz. Yana murakkab qilgan sarimiz agar o'sha narsa amalga oshmasa, alamimizni chiqib kimnidir aybdor qilishga harakat qilamiz. Kimdir aybdor. Sen o'zing murakkab qilib tashlading-ku hayoting. Nima keragi bor edi? Misol uchun yuribsan o'sha eskiroq bo'lsa ham mashinangda yuribsan. Nima keragi bor edi? Kreditga mashina olib, keyin undan keyin kimnidir o'sha bank upravляющийсini yoki vazirni ayblab, ko'rpangga qarab oyoq uzat degan narsa. Ko'pchilik hozir dahshat mashinada yuribdi. Lekin uyini xolodilnigini ochsangiz, chichqon osilayotgan bo'ladi. Xolodilnik. Ya mayli, bo'lsin o'sha narsa. Topishingga qarab. O'zingga ishonch bo'lsa agar ichingdan. Ham men kreditni yopaman, ham oilamni och qoldirmayman va farzandlarimni kiyim-kechagini ham ta'minlab qo'yaman. Va o'sha yetishmovchilik sababli uyda janjal bo'lmaydi deb aniq o'zingda uvereniz bo'lsin. Uverin bo'lmasang nima keragi bor? Havas qildim, kimgadir o'shanga oldim. Havas uchun intil, bilimingni oshir, o'zingni ustingda ishla. $10,000 bor, aka, nima qilay deb kelsa, o'zingni rivojlantir. O'zingni ustingda ishla. O'sha bilimingga pul tik. Aqlingni rivojlantirishingga. O'qi, izla. O'sha senga fundament bo'lsin. Men undan ko'ra biznes qilaman. Men o'zing bilasan deyman. Qayerga boradi? 10 ming bilan. Qilardir. Hayotida qilmagan ishini qilib ko'radi-da, keyin bankrot bo'ladi. Keyin kim ayblaydi? Kimdir aybdor. Обязательно kimdir aybdor. Shunaqalar juda ko'p. Yetib turasan misol uchun. Shunga maslahatim shunaqa holatlarda albatta shu yo'nalishda bilimini, tajribasini ko'rgan, oshirgan odamlar bilan maslahat olishni o'rganish kerak. Maslahatni eshita bilish kerak.